Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan Quvonchbek Xudoyganov. Sizlarga ish jarayonimizni tanishtirib o'tacakman. Bu yer ishlatib turgan yerimiz Xorazm viloyati Shovot tumani Qazaqqala desa ko'pchilik taniydi. Yurt turganlaringizni zamonaviy batareyalardan qo'yganmiz. Chiroylatib, ajoyib bir yerga 20 ni qo'yganmiz. Zamonaviy kran, podachali tortilmagan. Toza patolog ham yo'q. Bukimlar ham ko'rib do'stlar. Zamonaviy kraniklar bilan ajoyib qo'yganmiz. Bu yerimiz ham yeri pontendan bo'ldi. 90% yeri pontendan bo'ldi. Shuning uchun biz ko'p videoda aytib o'tamiz. Iloji bo'lsa shuni hayksoq attirib, patolog atmayın, pol atmayın. Otaplaniya desangizlar o'zingiz ham yaxshi bo'ladi. Bizlar ham aziyat ishimizni ko'rib turganlaringizni o'zi o'tgan joyning videosida aytib edim. Bu yil kur avoyli joyda ishladikda, Xudoyim avoysiz joydan ham ishlatib bergan ekan. Shuda rizqimiz cho'plar biz hamma chega suvoq, depalarina tortilmagan, patolog bo'lmagan. Turbalarimiz Qozoqniki. Hozir yurishtirib o'taman. Bizde yalgan murat yok yine. Görüşeceğiz mümkün. Daha yine nazik. Steklik turbalarımızdan yine kalın. 2,5 stenke. 2,5 stenkeden pes turba işletimiz bize. Talsta steni işletimiz. Dolka. Keyin yine pollantileri bella pol teyindan o'tdi. Yine bu araga girib ketgan, bu yoqqa ketgan. Bu araga girib ketgan. Bu yoqlari pol teyindan. Bu yerimizdan ham o'tirganmiz. Bu yerda svet yo'q. Yine bu yerdan pol teyindan o'tirganmiz. Bu yerda ham shu araxonada yotib, chiroyli ajoyib ko'pmiz. 20 batareya görüşeceğiz mümkün. Beyaklarından sveti var edi. Yine aziz do'stlar, böyle topli pol bo'ladi. Xudo xolasa topli pol etkendan keyin ham sizlar bilan tanishtirib o'taman. Bu yerimiz yine 10 lira batareya qo'yganmiz. Yine görüşeceğiz mümkün. Podach turbası, topli pol nasozlari, topli pol kranikleri bilan Şurselik topli pol bo'ladi. Keyin tamburni ham qo'yganmiz. Mana podachlar o'tkazib ular ko'pmiz. Yine to'shlarni to'shincha shirpa ulaydim mana. Chiqibdi bir mehnatimizga bir like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Shuningdek qiziqarli, foydali video roliklarni o'z kanalıma koyup boraman. Yine birinin tepesi görüşeceğiz mümkün. Zamonaviy kraniklar bilan qatırmadım. Nesek qatırib beramiz. Shu aytib o'tganim yine pontenni hammasini. Даже bu ichki xonalarim ham meni pontenni. Ashurdan bir batareya turadi. B'dan bir batareya turadi. B'dan bir batareya turadi. Bu yerimiz gaz katyol. Şöyle katyol turadi. Yani bellar ham pontenni o'tgan yer. Yana bir kuxni, bu yerdan batareya turadi. Keyin bunda yana zali, bunda o'zing instrumentlar
to'plovlanganmiz. Rashtilniy bog', yani xatarnayni instrument. Shu o'zlarimiz zamonaviy batareyalarimiz. Ondan shuna kerak bo'ladigan zapchastlarimiz. Aziz do'stlar, bu videomizni kengroq tarqalishi uchun like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Tanishtirib o'taman hozir kirganlar uchun. Bizga gaz отопление, stennoy отопление, ko'mir отопление, barcha turdagi отопление xizmatlari va santexnika xizmatlarini professional darajada o'tirib, hamma joydan olib borib o'tirib, taxlab berib kelamiz. Sizlar faqat ish paytida nomerlari telefon tasizlar, boramiz, ko'ramiz, o'lchimiz, gaplashamiz, dogovorni aytamiz. Xudo xolasa 3-4 kun ichida bitirib topshiramiz. Siz sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Hammalaringiz yangi yil bayramlar bilan yaxshi o'tiringlar. Xudo xolasa bitgan videolarni ham chiqaraman.